Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub xorijdan, Amerikadan Tarix Omonatlar kanali va gruppasi Turon xalqaro tashkiloti koordinatori. Bismillahirrohmanirrohim. Qahraton qish sovuq vaqtida storm deydi, bir bo'ron bilan qorlar shunaqa katta sovuq bo'lyapti deyotgan bir vaqtda biz to'yda o'tiribmiz. Amerikada o'zbeklar to'yga taklif qilingandi. Bugungi chiqishimiz mavzusi mana hozir bular rohatsiz bo'lmasin. Endi biror rasmga tushgisi keladi, biror tushgisi kelmaydi. Mana bu yerda turib bir chekkada fikrlarimizni aytamiz bu yerda. 2-3 oydir faoliyatlarda bo'lmasdan bizlar nima deydi? Bo'layotgan vatandagi, dunyodagi holatlar tahlil qilishdan ancha orqada qolib ketdik. Buning uchun do'stlardan uzr so'raymiz. Assalomu alaykum deganlarga alaykum assalom deymiz. Hol ahvol so'rab duo qilganlarga alhamdulillah mana yaxshi bo'ldik, yaxshi bo'lyapmiz. O'rtada bir Turkiyaga ham borib keldik. Sekin asta mana faoliyatga qaytyapmiz deymiz. O'zimizni borligimizni, hayotdaligimizni, har xil gap so'zlar ko'payib ketmasin deb shu videoda qilishga bugun jur'at qildik. Ozgina vaqt topib shu to'yga kelgan yerda kayfiyat ham yaxshi edi. Azizlar, inshaalloh tariximiz, vatanimiz, Turon, Turkiston mavzusidagi faoliyatlarimiz inshaalloh davom etadi degan umid orzulardamiz. Juda ko'pchilik bir ko'rinish bering, kasalmisiz, tuzuymisiz, yaxshi bo'lyapsizmi, xolis qalay deb so'raverib yozuv chizuvlar ko'paygani uchun hammaga javob berishga imkoni yo'q. Qarichilik shu hammaga umumiy bir salom berib ko'rinish beraylik, tinchmiz, hayotdamiz, sog'miz deb turib mana shu 5 daqiqalik videoni qilishga jur'at qildik. Sizlar ham Allohga omon bo'linglar, duo qilganlardan, salom bergan, hol ahvol so'raganlardan rozimiz, xursandmiz. Inshaalloh shu muborak 3 oylarda turibmiz. Mana Sha'bon oyining 1-10 kunligidamiz. Yaqinda Ramazon ham keladi. Chiroyli shu Sha'bonni, Ramazonlarni o'tkazib olsak, haqiqiy faoliyatga qaytarmiz degan orzulardamiz. Hammalarni sog'indik. Hammalarni biz ham duolardamiz, yaxshi ko'ramiz. Amerikadan, xorijdagi o'zbeklardan, xorijdagi butun jahon o'zbeklari hay'atidan, Turon xalqaro tashkiloti nomidan, xorijdagi turkistonliklar nomidan va barcha azizlarimiz, hamyurtlarimiz nomidan sizlarga salomlar aytamiz. O'zim nomimdan ham shaxsan inshaalloh yaqin kunlarda faoliyatda davom etamiz. Ramazonni ham muborak bo'lsin deymiz kelmay turib. Allohga omon bo'linglar azizlar. Fazliddin Yoqub Amerikadan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.